Assalomu alaykum, hurmatli ma'lumotlar tuzilmasi algoritmi fanni o'rganuvchilar. Demak, daraxtzor ma'lumotlar tuzilmasini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzumiz Hep3 ko'rinishidagi bino daraxtlar bo'ladi. Demak, rejamiz Hep3 Hep turlari, ya'ni Hep operatsiyalari, Hep3 ma'lumotlar tuzilmasi. Demak, Hep deganimiz bu inglizcha o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, bitta uyum deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu demak to'liq ikkilik daraxt ma'lumotlar tuzilmasi bo'lib, u yig'ish xususiyatiga ega. Har bir tugun uchun uning quyish sohasidagi child, ya'ni farzand elementi qiymati o'z qiymatidan katta yoki teng. Hips odatda ustuvor navbatlarni amalga oshirish uchun ishlatiladi. Bu yerda eng kichik yoki eng katta element har doim daraxtning ildizida joylashgan bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana demak eng kichik element har doim daraxtning ildizida joylashgan bo'ladi deyapmiz. Mana Hep3da min hip va max hip ga ajratib o'rgansak bo'ladi. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, min hipda eng kichkina element root element sifatida va balanddan pastga qarab o'sish tartibida bo'lyapti. Max hipda eng katta element yuqorisida va undan kichik elementlar mos ravishda chap va o'ng qismlariga joylashtirib o'tilyapti. Demak, hip bu yig'ish xususiyatlaridan keyingi ikkilik daraxtga asoslangan ma'lumotlar tuzilmasi hisoblanadi. Uyumda, demak, hipda har bir tugunning qiymati o'ziga xos tarzda uning farzandlarining yoki bolalarining qiymatlari bilan taqqoslanadi. Max hip bu har bir tugunning qiymati uning bolalar qiymatlaridan katta yoki teng bo'lib, ildiz tugunidan maksimal qiymat mavjudligini ta'minlaydi. Daraxtdan pastga siljiganimizda qiymatlar kamayadi. Ya'ni o'sha oxiridan boshlab o'sha o'sish tartibidan kamayish tartibiga qarab sonlarning davom etishi, joylashuvi yoki min hipda shuni teskarisi, demak eng kichkina elementimiz root elementida joylashib, bu har safar pastga tushganimizda elementlar nimasi qiymati kattalashib boradi, ya'ni o'sish tartibida deb tushunishimiz mumkin bo'ladi. Bu xususiyat eng katta yoki eng kichik qiymat har doim ildizda bo'lishini kafolatlaydi va daraxt hip turiga qarab ma'lumot tartibini saqlab beradi. Asosiy maqsad, demak, hipda ham elementlarni tartiblangan ko'rinishda saqlash, nimaga deganda keladigan elementni mos o'ringa qo'yish hamda mos o'rindan ularni demak qidirish asosiy maqsad. Demak, qidirishda o'sha samaradorlik asosida ishlovchi logaritmik usullarda qidirishni ta'minlashdan iborat bo'ladi. Demak, hipning ikkita asosiy turi mavjud ekan, max hip va minimal hip dedik. Max hipni aytib o'tib ketdik. Bu yerda demak sxemasini ham keltirib o'tganmiz va min hipda ham bu yerda mana yig'ish ildiz tugunida minimal qiymat mavjud va daraxt bo'ylab pastga siljiganda elementlar ortib boradi. Max hipimiz har bir ichki tugun o'z bolalariga teng yoki kattaroq bo'lgan yig'ma ma'lumotlar strukturasi sifatida aniqlanadi. Yig'ma ma'lumot strukturasi deganimizda kompyuter fanida turli maqsadlarda, jumladan ma'lumotlarni saralash, qidirish va tartibga solish uchun keng qo'llaniladigan ikkilik daraxtlar turini tushunishimiz mumkin. Max hipning maqsadi va foydalanish holatlari prioritet qo'yib bilamizki, buni o'tgan darslarda to'plam sinf sifatida o'tganmiz. Ya'ni bir tomonlamali navbat uyumni saralash va grafik algoritmlar haqida aytib o'tganmiz. Demak, asosiy bular o'rtasidagi farqlar mana ushbu jadvalimizda keltirib o'tilgan. Bu bilan batafsil qo'shimcha tanishib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Max hipning ichki amalga oshirilishi 3 asosiy bosqichni talab qiladi. Demak, dastlab qo'shish. Bunda uyumga yangi, ya'ni hipga yangi element qo'shish uchun u massivning oxiriga qo'shiladi. O'chirishda maksimal elementni, demak, uyning ildizi, ya'ni uyumning ildizi o'chirish uchun massivdagi oxirgi element ildiz bilan almashtiriladi va yangi ildiz to'p xususiyatini qanoatlantirmaguncha pastga tushadi. Hipify degan narsamiz bor. Hipify operatsiyasidan saralanmagan massivdan maksimal yig'ish hosil qilish uchun foydalanish mumkin. Bu Hipify deb nomlanadi. Ko'proq asosan inglizcha nomlarni qo'yib ketyapmiz taqdimotlarimizda. Nimaga deganda buni to'g'ridan to'g'ri periyod qiladigan bo'lsak, tushunarsiz holatga kelib qolishi mumkin. Ba'zi so'zlarimiz albatta. Shu ma'noda iloji boricha termin sifatida o'sha so'zni o'zini va ishlash mexanizmini og'zaki ravishda tushuntirib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, davom etamiz. Max hip ma'lumotlar tuzilmasi bo'yicha operatsiyalar va ularni amalga oshirish, ya'ni max hip ma'lumotlar strukturasiga kiritish, avval yangi elementni saqlash uchun yig'ma hajmi birga oshirilishi lozim.
to'plamning oxiriga yangi elementlarni joylashtirish lozim hamda ushbu yangi kiritilgan element o'sha nima element uchun asosiy parent deb aytiladi, onasi uchun, ya'ni ota ona elementi uchun heap xususiyatlarini buzishi mumkin. Shunday qilib heap xususiyatlarini saqlab qolish uchun pastdan yuqoriga yondashuvdan keyin yangi kiritilgan elementni yig'ish lozim bo'ladi. Mana yuqorida ko'rayotganimizdek oldin bizda mavjud bo'lgan to'plam, ya'ni 15 ni qo'shmoqchimiz. E'tibor beramiz, 15. Demak, asosiy root elementdan o'ng tomonda joylashishi kerak. Umumiy mana aytadigan bo'lsak, o'sha o'ng tomon insert mana 15 qo'shilyapti 3 ning chap tomoniga va buni heapify qilgan paytimiz o'sha 15 ni to'liq mana tartiblangan ko'rinishga keltiryapti. Ya'ni o'zaro solishtirish, skannerlash deb aytamiz, o'sha solishtirish orqali amalga oshiriladi. Demak, endi bu yerda mana umumiy dastur kodini ham keltirib o'tganmiz, ya'ni find parent asosiy ota-ona elementni topish bo'yicha va yangi shoxalarni kiritish bo'yicha dastur kodini keltirib o'tganmiz. Va bu yerda umumiy nimani elementlarni ekranga chiqarish va bu yerda mana ekranga chiqarishda mana shunday ko'rishni hosil qilish uchun mana shu dastur kodlarni keltirib o'tib ketganmiz. Maxscape ma'lumotlar strukturasini o'chirish, ya'ni to'plamni o'sha Maxscape ma'lumotlar to'plamidan, tuzilmasidan elementlarni o'chirish qanaqa amalga oshiriladi? O'chiriladigan ildiz yoki elementni oxirgi element bilan almashtirish lozim bo'ladi. To'plamdan oxirgi elementni o'chiramiz. Oxirgi element ildiz tugunining holatiga joylashtirilganligi sababli u yig'ish xususiyatiga rioya qilmasligi mumkin. Shuning uchun ildiz o'rniga qo'yilgan oxirgi tugunni to'plashimiz lozim bo'ladi. Demak, birinchi qadam bunda. Demak, eng oxirgi elementni almashtirish. Ikkinchi qadamimizda e'tibor beramiz. Bu yerda heapify root, mana eng oxirgi element deganimizda mana e'tibor beradigan bo'lsak, 5 bilan 4 ni o'rni almashyapti. Ikkinchi qadamimizda va bu o'sha nimalarni, element o'rnlarini almashtirish uchun mana dastur kodlarini ham keltirib o'tib ketganmiz bu yerda. Va bu yerda mana qisqacha nimasini, rolikni ham keltirib o'tganmiz. E'tibor beramiz. Solishtirish ketyapti. Katta yoki teng, kichik yoki teng shartlar asosida har bir elementni kiruvchi inputda bu kiruvchi elementlar, mana e'tibor beramiz. Kiruvchi elementlarda o'zaro taqqoslanadi. Agar shartlar to'liq bajariladigan bo'lsa, shunga qarab turib elementlar o'rni almashtiriladi. E'tibor bering, har ikkita element tekshirilyapti. Shunga mos ravishda shart qanotlantirish uchun elementlar bajarilyapti. Mana bu yerda umumiy ko'rinish tasvirda ham keltirilgan. Mana umumiy, demak, o'sha heapify deb aytiladi o'sha jarayon. Mana yig'ish jarayoni mana shunday mexanizmda ishlaydi. Xo'p, demak, Maxscape ma'lumotlar strukturasida peak operatsiyasi bu yuqoridan bilamizki, o'sha stackda navbat sinflarimizda peak operatsiyasini amalni qo'llab o'tganmiz. Ya'ni maksimal elementga kirish uchun ildiz tugunining qiymati qaytariladi. Maksimal vaqt murakkabligi, demak, to'plamda bir marta jarayon davom amalga oshirilishi orqali bajariladi. Xo'p, bu yerda qisqacha dastur kodini ham keltirib o'tib ketganmiz, ya'ni o'sha priority query sinfimizga ma'lumotlarni qo'shish va elementdan o'sha eng katta elementini Maxscape metodi yordamida ajratib olish, pick metodi yordamida va uni element ekranga chiqarish. Mana bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsak, Maxscape ma'lumotlar strukturasida heapify operatsiyasi, ya'ni bu Maxscape nimada Maxscape'da amalga oshirilishi. Demak, mana sxemada ko'rsatilib turibdiki, 10 bilan 5 o'zaro o'rni 15 bilan 3 ning o'rni o'zaro almashtiriladi va 15 bilan 10 ning o'rni o'zaro almashtiriladi va e'tiborga beradigan bo'lsak, 5 o'z o'rnida, 2 bilan 4 o'z o'rnida qoladi va mana shu oxirgi mana final heap deganimiz mana shunday ko'rinishga keladi. Maxscape ma'lumotlar strukturasida qidiruv operatsiyasi, ya'ni zarur bo'lgan elementni tabiiy holda butun bir to'plamdan qidirish operatsiyasi. Bu yerda umumiy dastur kodini ham keltirib o'tib ketganmiz. Ulardan qidirish, demak, dastlab mana priority queryga add yordamida ma'lumotlarni qo'yib ketganmiz va elementlarni qidirganmiz. Bu yordamida, misol uchun, mana element deganimiz 6 ga teng. Boolean font false qilib turib, mana elementlarni bo'sh qolguncha tekshirganmiz. While cycle'da e'tibor bering, temp deganimiz bo'sh bo'lmaguncha tekshirishimiz kerak va har safar o'sha tempning pol elementini
biz qidirayotgan o'sha element degan o'zgaruvchi bilan taqqoslab nima qilyapmiz. Agar shart bajarilsa true qaytaradi va shartdan to'laligicha chiqib ketadi. Break bo'ladi. Maxscape ma'lumotlar strukturasining afzalliklari o'z o'rnida, demak, buning afzalliklari bor. Ya'ni Maxscape'ni samarali saqlash, demak, samarali qo'shish va o'chirish operatsiyalarini amalga oshirish, priority navbatlar quyi, ya'ni saralashning o'zini amalga oshirish, kosmik samaradorlik kabi afzalliklarni o'z ichiga oladi. Demak, umumiy o'sha HIP3 ma'lumotlar tuzilmasi haqida o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Qo'shimcha o'sha tizimdagi boshqa nazariy va amaliy ma'lumotlardan, topshiriqlardan qo'shimcha ko'rib o'rganib olishlaringiz mumkin. Albatta, yana aytib o'tishim joiz bo'ladiki, ushbu joyda yozilgan, mana shu taqdimotlarimizda yozilgan amaliy dastur kodlarimizni bir qator o'zlaringiz qo'lda terib, ko'chirib tashlash emas, qo'lda terib, parametrlarni o'zgartirib, natija qanday chiqishini o'zingiz tushunsangiz, bu mavzu bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lmaydi.